Evet, bo'lmasa boshladik. Ya'ni tepada yuqorida aytilgan videoni davomi bo'ladi. Xudo xohlasa keywordslarni bir tushuntirib o'tib ketaman. Bitta keywordslar. Qanaqa holatda keywordslar ishlatiladi va ular qaysilar? Asosan repeated actions. Bizda aytadiku tepada mana. How often things happen, ya'ni qanchalik tez-tez narsa sodir bo'lishi, ya'ni qaytariladigan narsalarga biz bunaqa rarely degan so'zni qo'ydik bu yerda. Endi o'shanga o'xshagan yana boshqa so'zlar bor, shularni bir ko'rish mavzuda. So bizda bor ekan always degan so'z bor. Har doim yoki odatda desangiz bo'ladi. Usually keyin ba'zida misol uchun yoki tez-tez desangiz bo'ladi. Often keyin sometimes degan so'zimiz bor bizada. Ba'zida keyin bizada bor ekan kamdan-kam degan so'z seldom. Yana bittasi bor. Juda kamdan kam desangiz rarely deysiz. Deyarli почти umuman yo'q desangiz bizada bor ekan never degan so'z borda. Never. Shu o'rtalar. Bizada mana shu so'zlar bizda keywordslar deb hisoblanadi. O'rtalar shu present simple shu repeated actions, ya'ni qaytariladigan narsalarda ishlatiladigan keywordslar. Endi qarang, bu keywordslarni gapda qanaqa holatda, qanaqa tartibda ishlatishingiz kerak. Xo'p, bular asosan bizada fe'ldan oldin keladi o'rtoqlar. Before verbs. Ya'ni fe'llardan oldin keladi. Misol uchun play degan so'z borda bizada. Yozaylik, misol uchun men futbol o'ynayman. I play football deyapsiz. Men futbol o'ynayman deyapsiz. Endi qanchalik tez-tez o'ynaysiz? Har doimmi? Nima deydi? Usuallymi yoki often, sometimes, ba'zida yoki kamdan-kam yoki umuman o'ynamaysizmi? Okay? O'shalardan bittasini aytmoqchi bo'lsak, shunda siz bizda fe'l topib olishimiz kerak. Futbol bu fe'l emas. I bu subject, ega, man deyapmiz. Play bu o'ynamoq, mana bu fe'l. Mana shu fe'ldan before deyapmiz, oldin qo'yishingiz kerak. Tushunyapsizmi o'rtoqlar? Mana shu fe'ldan oldin qo'yib olishimiz kerak ekan. Buni qilsak, ya'ni men hozir bu usually любой farqi yo'q. Любой bittasini mana shuni fe'ldan oldin qo'yishimiz kerak. Misol uchun aytaylik, often deylik. Men tez-tez futbol o'ynayman. Sizda ko'rasizmi? Ili buni o'zgartirsangiz I rarely deb aytsangiz bo'ladi. I rarely play football. Juda kamdan-kam o'ynayman deysiz. Ili umuman o'ynamayman desangiz bo'ladi. I never desangiz. Never play football. Umuman o'ynayman. 0, 0. Umuman futbol yo'q. Ko'rasiz, hech narsa ketaveradi o'rtoqlar. Endi o'ziniki alwaysga gap solsam, always deb qo'yaverasiz. Shunaqa qilib ishlataverasiz o'rtoqlar. Ili usually deylik, avtobus odatda kech keladi deylik. The bus usually comes kech, late deysiz. Yoki yana bizda often bor. Oftenga nima deymiz? Men o'zim tez-tez suzishga borib turaman. Shuni aytsam bo'ladi. I often go swimming. Mana swimming ham suzishga. Swimmingga borib turaman. Often qarang, go'dan oldin keladi. Keyin sometimes ba'zida misol uchun nima deymiz? Ba'zida kichkina harf katta bo'lishmi? Ba'zida aytaylik nima deymiz? Snack yeb turaman. Fast food yeb turaman ba'zida. I sometimes yoki aytaylik Sharapat deylik. Sharapat sometimes eats fast food deydi. Fast food. Ya'ni ba'zida u Sharapat fast food yeb turar ekan. Boshqa payt odatda o'zi nima yeydi? Misol uchun uyda ovqatlarni yer. Ko'chada ovqatlanmas. Keyin seldom, juda kamdan-kam nimadir bo'lib turadi. Kamdan-kam bo'lib turib baribir qoladi. Nima deymiz misol uchun? So, kamdan-kam kino ko'raman. Aytaylik Bodombek kamdan-kam, seldom deymiz. Keyin ko'rmoq. Watch he bo'lgani uchun watches deymiz o'rtoqlar. Bo'lmasa boshqa paytda watch o'zini qo'yamiz. I use you bo'lsa. Hop, seldom watches nima? Movie-da. Seldom watches horror movies deylik. Kamdan-kam qo'rqinchli kinolar ko'rib turadi. Movies. Keyin rarely deymiz misol uchun. Juda kamdan-kam, почти yo'q. Aytamiz misol uchun, hop, Dilshod deylik. Dilshod kamdan-kam sigaret chekadi misol uchun siz bo'ladi. Endi rarely smokes cigarettes.
Mana. Va never deb misol uchun aytsangiz bo'ladi. Umuman deyarli. Umuman mana shu tepadagi gapni shu pastga qo'yib yuborsangiz ham bo'ladi. Yoki misol uchun o'sha gapni so'raymiz. Hop. What can we say? Men hech qachon nima qilmayman. Yoki ular deylik. Ular hech qachon darsni o'tkazib yubormaydi. They never miss the lesson. Ana. Auf. Shuni. Buni nima deydi bilmayman qanaqadir joyiga yozib qo'yish kerak bo'ladi. O'quvchilarimga kesatib yozib qo'ysam bo'ladi, doskaga, eshikgami. Mani o'quvchilarim hech qachon dars qoldirmaydi dedi. So, shunaqa o'rtoqlar. Mana ko'rasiz, bular hammasi bizda guys verbdan oldin kelar ekan. Okay? Yana shunaqa qoldi. Atak turaversin ularni. Men sal kattalashtiring. Bo'ladi. Tak, bunday qilsak qizilcha bo'lib turaveradi. Okay? Before verbs. Mana shu verb, mana shu keywordslarimiz hammasi o'rtoqlar before verbs fe'llardan oldin keladi. Qarang, hammasida fe'ldan oldin kelyapti mana. Eat mana fe'ldan oldin kelyapti. Mana watchdan oldin kelyapti. Ili smokedan oldin kelyapti. Missdan oldin kelyapti. Ko'rasiz? Shunaqa qilib ishlab turasizlar. Endi aytmoqchi bo'lgan narsam, bundan tashqari yana bizda keywordslar bor, o'rtoqlar, bir nechta keywordslarimiz bor. Ya'ni gapni oxiriga qo'yasiz, uni fe'ldan oldin emas, gapni oxiriga qo'yadigan fe'llarimiz, keywordslarimiz bor. Also degan joy bor bizda. Also aytsangiz bo'ladi, biz har kuni, har hafta va hokazo shunaqa harlardan foydalanishimiz bo'ladi. Every deb olasizda ketaveradi bu. Every week deysiz, every month deysiz, every day deysiz, har kuni, har yili, har hafta yoki har nima yil, every year deysiz bo'ladi yoki undan tashqari yana bor. Har dushanba deysiz, every Monday, yana va hokazo. Ketaveradi o'rtoqlar, mana shu har nimadir vaqt aytasiz. Undan tashqari yana nima bor? Bular gapni oxirida keladi o'rtoqlar. Misol uchun nima deymiz? Misol uchun men har kun soat 9 da uyg'onaman. Yo'q, 9 emas, 9:03 da bo'laman. I wake up at 6 in the morning every day. Okay, 6 a.m. deb aytsak bo'ladi. 6 a.m. every day. O'sha ko'za ketaveradi o'rtoqlar shuni. Every deb olasiz, u yog'i gap oxirida shundoq ketaverasiz. Undan tashqari yana bizda bor ekan, bir oyda bir marta yoki bir haftada bir marta deymiz, o'shunaqa so'zlarimiz bor bizda. Once desangiz bo'ladi, bir marta degani. Ili once o'rniga 2 marta desangiz, twice bo'ladi bizda guys. Twice deb olasiz, 2 marta degan. Lekin bu yog'i sal o'zgaradi o'rtoqlar. 3 marta demoqchi bo'lsangiz, bu yog'i o'sha 3 deysizda, marta degan so'zda bizda times keladi, tushunarli? 3 marta deb kelishingiz kerak mana shu yerda. Bu hokazo, bu yog'i ham shunaqa davom etib ketaveradi. Misol uchun 4 marta desangiz ham, buni bundoq qilsak 4 times deb olasizda, tushunarli? 4 times, 5 times va hokazo. Shunaqa kelaveradi o'rtoqlar. Bu yog'i nima deymiz? Misol uchun once a week deysiz. Ko'rdingizmi? Bir haftada bir marta degan. Once a week yoki nima deymiz misol uchun? Bir yilda, misol uchun nima bo'ladi? Bir yilda nima qilasiz? Bir yilda bir marta havoga chiqarsiz balki yoki bir yilda bir marta nima misol uchun IELTS topshirarsiz yoki bir yilda 5 marta IELTS topshirarsiz va hokazo. Mana shunaqa ko'rasiz. So, shuni aytamiz, 5 marta desangiz 5 times a year deysiz. Ko'rasiz? Gap tuzadigan bo'lsa, misol uchun mana men bir yilda 2-3 marta IELTS topshiraman. Juda kam lekin bir yilda bir 5-6 marta topshirishim kerak o'zim uchun. Endi keep up qo'yish kerak. I need to deyman shuning uchun. Yo'q, bu mavzumizga aloqasi yo'q. Shuning uchun oddiy o'zimiz gapni ishlab turamiz. Misol uchun, for example, I take the IELTS test necha marta? 3 marta deylik. Hozircha o'rtacha 3 martada. 3 times a year. Ko'rdingizmi? Oxirida qo'yasiz bu narsani. 3 times a year. Da o'rtoqlar, shu. Ili mana через день desangiz ham bo'ladi. Через день.
Shunaqa holatda siz aytsangiz bo'ladi, bamroq tashlaymiz, bu kerak emas bizga. Hop. Every other day desangiz bo'ladi o'rtoq. Every other days, ya'ni через день degan. Shunaqa. Misol uchun mana buni kursga через день boraman. I go to yoki I attend desangiz bo'ladi, qatnashaman. I attend English courses every other days. Days desam bo'ladi, days nima bo'ladi? English kattada yoziladi. Mana shu day bo'lar ekanda, mana shu yerda degan adashib ketdim shekilli. Shunaqa. To'g'rilab qo'yyapti. Day emas, days emas, day bo'ladi dedim. Shunaqa edi. Every other day bo'ladi. Days bor. Shu o'rtali mana shunaqa qilib foydalansanglar bo'ladi. Guys, yana qaytaraman. Bular hammasi bizada qaytarib o'taman. These words, I mean, these keywords come oxirida, at the end of the sentence. Okay? Gap oxirida keladi mana shu fe'llarimiz. Buni not qo'yamiz endi o'ziz uchun. Mayli? Nima hop, keyimizga bunaqa qo'ysak, bo'licha turaveradi. Tamom. Shu bizada keywordlarimiz o'rtoqlar. Mashq qilib biling, ayniqsa uyda yaxshilab tayyorlaning o'rtoqlar, shuncha o'rganganingiz bir tiyinga ketib qolmasin. Gaplar tuzing, mana shunaqa har xil sizga yoqadigan qiziq gaplar tuzursangiz ham o'rtoqlar, fe'llar, formulani yoki o'rgatgan hamma konsept tak strukturalarni eslay olmasangiz ham mana shu gap bilan ham eslab ketsangiz bo'ladi o'rtoqlar. Mana shu gap aytasizda, tam mana shunaqa aytadi deb aytaverasiz. Mana shu gap bilan eslab qolsangiz bo'ladi. Formulani yoki strukturalarni eslab qolishga qiynalayotgan bo'lsangiz, o'zingiz uchun bitta oddiy o'ziga yoqadigan, har kun ishlatadigan bir gapingizni tuzing. O'sha bo'yicha o'sha mavzuni ham tushunib olib borasiz. Okeymi? Xo'p, baxtli bo'lasizlar, sog' bo'lasizlar. Bergan ketkazgan vaqtingizga rozi ham bo'lasizlar. Yana nima? Yangi yilni yaxshi kutib olasizlar o'rtoqlar. Xudo xohlasa bugun 30-dekabr ekan, soat ham kechqurungi 9:28. Ishlaringizga omad, o'qishlaringizga Xudo xohlasa yaxshi natijalarga erishinglar o'rtoqlar. Hammanglarga IELTS 9 olish nasib qilsin. Shu jumladan o'zimga ham. Albatta. Ciao.